Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Bugun Naynov avtomaktabda tezkor tayyorlik kursida o'qigan bolalarni imtihonga qo'ydik. Alloh oson qildi, imtihonlar topshirib olishdi. Yana ba'zi yaxshi ishlamaganligi uchun bolalarda hali kirib ulgurmaganlari bor. Ofishiy natijani ko'rish uchun Telegram gruppamizga o'tishinglarni tavsiya qilamiz. Bular nechta topganligi sizlarga qiziq, birma-bir so'rab o'tamiz. Nechta topdingiz ekan? 20 tadan 20. Nechta? 20 tadan 20. Qizillar bizda bo'lmagan. Qizillar yo'q, bitta bo'lmagan. 20 tadan 20 ta. Gap yo'q. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 18 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 19 ta. 20 tadan 29 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 19 ta. Instagram kuzatuvchilari, bugungi natijalarimiz davom etadi. Tanishinglar mumkin natijalar bilan. Bittada bitta. Amaliyamiz bittada bitta. Amaliyat, nazariyat bittada bitta. 20 tadan 19. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20. 20 tadan 19 ta. 20 tadan 20 ta bormi o'g'ri? Kimga shunaqa yuqori natijalar bilan imtihonda o'tishni xohlasa, Naynovdagi avtomaktabda tezkor tayyorlik kurslariga kelib o'qishinglarni tavsiya qilamiz. Biz bilan yo'l harakati qoidalarini oson o'zlashtirishingiz mumkin. Naynov avtomaktab tezkor!